الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Allahqa, uning payg'ambariga iymon etgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, payg'ambar bilan yolg'iz mungdashmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan yo'qsullarga sadiqa beringlar. Bu sizlarga savob bo'ladigan yaxshi ishdir va dilinglarni gunohdan poklaydigan amaldir. Agar sadiqa qiladigan narsa topolmasanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki Allah mu'min bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga bakmu mehribondir.